Va yana bir judayam meni qiziqtirgan savol bor. Boshim judayam qisib og'rib qolyapti issiq havoda. Nima maslahat berasiz menga? Judayam to'g'ri. Oxirgi vaqtlarda bu ham dolzarb savol deb ayta olaman. Issiq havoda nafaqat sizni juda ko'plar bosh og'rig'idan demak shikoyat qilishadi. Aslida buni havoga nisbatan aytilishi bu noto'g'ri. Aslida sizda boshingizni issiq havoda og'rishi organizmingizga oddiygina suv yetmasligidan ham og'rishi mumkin. Bilasizmi? Issiq havoda demak tanamiz suvga demak talabi oshadi. Lekin bizda bu talabni gazli napitkalardan, ya'ni kola, fanta, siz ichayotgan o'sha ichimliklardan olasizlar, to'g'rimi? O'zi anaqa ichsam yaxshi bo'ladi degan narsa o'tadi. Lekin aslida organizm sizdan suv so'raydi, qizim. Aynan bitta eng katta sabab bu boshingizni og'rishiga issiq havoda. Bu tanangizni suvga bo'lgan ehtiyojini oshishi. Mana bugun sizga bir mutaxassis sifatida bir narsani aytmoqchiman. O'zingiz uchun demak, qo'yingki 1 kilogramm vazningizni 30-40 ga ko'paytiringda, mana 1,5-2 litr suv ichib ko'ring. Sekin-sekin iliq holatda toza suvni ichishni ko'ring. Ana shunda ham boshingiz og'rigani qolmasa, yana sizni bezovta qila boshlasa, demak keyin davleningiz bo'lishi mumkin, sizda qon kam bo'lishi mumkin, sizda osteoxondroz bo'lishi mumkin, sizda ovqat hazmingizda muammo bo'lishi mumkin. Bular haqida to'liq ma'lumot olishni istasangiz, demak guruhimni kuzatishingiz va ochiq vebinarlarda bemalol savollar berishingiz, bepul kurslarimda o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Buning uchun Shafqa profildan, demak Instagramda ko'rsatilgan demak silka orqali Telegram gruppamga o'tib oling. Telegram gruppada bemalol ko'proq yoritibroq ma'lumotlarni berish imkonimiz bor.